Tafsiri muyassar. Baqara surasi. 3. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sizlarga nur va hidoyat bo'lgan Tavrotni nozil qilish uchun Musaga 40 kechini va'da qilganlik ne'matimizni aslanglar. U chaqda sizlar Musaning vaqtlik yo'qligidan foydalanib Allohga ibodat qilishni qo'yib, o'z qo'linglar bilan yasab olgan mo'zayning haykalini ma'bud qilib oldinglar. Bu Allohga qilingan eng qabih kufrlik edi. Sizlar mo'zayni ma'bud qilib olish orqali o'zingizlarga zulm qilgan edinglar. Ondan biz sizlarni Allohning ne'matlariga shukr qilsin, kufrda va zo'rliq zo'mbuliqda haddidan oshmasin deb sizlarning bu qabih qilmishinglarni afo qildik. Musa qaytib kelgandan keyin tavbanglarni qabul qildik. O'z vaqtida biz sizlarni ozg'unlikdan hidoyat topsin deb Musaga haqiqat bilan botilni ayirib beradigan nurli kitob Tavrotni nozil qilish orqali sizlarga ato qilgan ne'matimizni aslanglar. Shu ne'matimizni mo aslanglarki, o'z vaqtida Musa o'z qavmiga: "Ey qavmim, sizlar mo'zayni ma'bud qilib olib, haqiqatan o'zingizlarga zulm qildinglar. Endi sizlar mo'zayga cho'qinmaganlaringlar, cho'qinganlarni o'ldirish orqali yaratquchinglar bo'lgan Allohga tavba qilinglar. Mundaq qilish sizlar uchun yaratquchinglarning dargohida mangulik do'zaxda qilishdan yaxshidir" degan edi. Sizlar bu farmonni o'rindadinglar. Shuning bilan Alloh tavbanglarni qabul qildi. Chunki Alloh tavba qilgan bandalarining tavbasini bakmo qabul qilguchidir, ularga nihoyat shafqatlikdir. Shunimi aslanglarki, o'z vaqtida sizlar: "Ey Musa, biz Allohni oshkora ko'migicha sendan anglagan so'zlarning Allohning so'zlari ekanligiga hargiz ishonmaymiz" degan edinglar. Shuning bilan sizlar qarab turganda sizlarga halok qilguchi azob kelib, sizlarni chaqmoq so'qdida gunohinglar va Allohga adabsizlik qilishga jur'at qilganliginglar tufaylidan halok qilib tashladi. Ondan yana sizlarni Allohning ne'matiga shukr qilsin deb chaqmoq so'qib o'lguninglardan keyin tirildirdik. Bu o'lim ularga berilgan jazo bo'lib, ondan Alloh ularni ajli to'shqichi yoshitish uchun tirildirgan edi. Sizlarga ato qilgan ne'matimizni unutmanglarki, o'z vaqtida sizlar Sino cho'lda odishib yurganda qattiq issiq sababidan bulutni sizlarga soyvan qilib bergan, sizlarga taranjivil holvasi bilan bodini ko'pi tushirib berib, biz sizlarga rizq qilib bergan pok, shirin narsalardan yanglar. Dininglarning ko'rsatmasiga xiloflik qilmanglar degan edik. Ammo sizlar bu farmonni o'rindamidinglar. Bu Yahudilar ne'matga tuzkurlik qilib, bizga emas, faqat o'zlariga zulm qildi. Chunki ular qilmishlarining oqibatini o'zlari tortadi. Sizlarga ato qilgan ne'matimizni aslanglarki, o'z vaqtida sizlarga Baytul Muqaddas shahriga kiringlar. Uningdagi pok, shirin rizqlardan xolig'ininglarcha kang tashoyanglar. Uning darvozasidan Allohga bo'ysunib egilgan holda kamtarlik bilan kiringlar va: "Ey Rabbimiz, gunohimizni kechirgin" danglar. Shundoq qilsanglar, tilakinglarni qabul qilamiz. Gunohinglarni kechiramiz va uni yo'gaymiz. Toat ibodatni voyaga yetkazib qilguvchilarga amallarining mukofotini oshirib beramiz degan edik. Isroil avlodi ichidagi o'zga zulm qilguvchilar Allohning so'zini o'zgartib etdi. Uni so'zda va amalda o'zgartib etib, Baytul Muqaddas shahriga o'milib kirdi va ozg'ini bug'doy so'raymiz deb Allohning dinini masxara qildi. Ularning haddidan oshqanligi va Allohning itoatidan chiqqanligi uchun Alloh ularga osmondan azob tushirdi. Sizlarga ato qilgan ne'matimizni aslanglarki, o'z vaqtida sizlar cho'lda qattiq usab ketganliginglar uchun payg'ambaringlar Musa bizga iltijo qilib suv tilaganda biz uningga "Hasan bilan toshni urg'in" dedik. U toshni urgandan keyin uningdan sizlardagi qabilalarning soniga barobar 12 buloq etilib chiqdi. Ular suv talishib qolmasligi uchun har kim o'ziga xos qilingan buloqni bildi. Biz ularga Alloh ato qilgan rizqdan yanglar, ichinglar, yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar dedik. Sizlar shunimi aslanglarki, o'z vaqtida biz sizlarga lazzatli tomoq bilan ucharliqlarning go'shini tushirib bergan edik. Ammo sizlar noshukrlik odatinglar bo'yicha ne'matni ko'zga ilmadinglar. Shuning bilan sizlarga torchilik, qattiqchilik yuzlandi. Chunki sizlar shu chaqda payg'ambaringlarga: "Ey Musa, biz kun bo'yi bir xil tomoqni yeb verishdan zerikdik. Rabbingga duo qilgin, bizga tarxamak, samsaq, yesimoq va piyoz qatorliq zaminning ko'ktotlaridan bo'lgan taomlarni chiqarib bersin" dedinglar. Musa sizlarga qoyib, Alloh sizlarga tanlab bergan foydali taomlarni qo'yib, mushu oddiy narsalarni tilamsizlar. Undaqda sizlar bu qishloqdan chiqib, o'zinglar xohlagan bir shaharga beringlar. Sizlar tilagan narsalarning ko'pini shu shahardagi etizliqlar va bozorlardan topsizlar dedi. Ular shaharga kirgandan keyin
ularga o'zlarining har doim va har yerda o'z tanlashlarini Allohning tanlashining oldiga qo'yib olganligi, nafsining istaklarini Allohning ularga tanlab berganlarining oldiga qo'yib olganligi aniq bo'ldi. Shuning bilan ular xorliq va ma'naviy nomrodlikqa yuzlandi. Ular Allohning dinidan yuz o'rganligi uchun Allohning g'azabiga uchradi. Chunki ular Allohning oyatlarini inkor qildi. Payg'ambarlarni nohaq o'ldiratdi. Bu jazo ularning osiyligi va haddidan oshqanligidan bo'ldi. Mushu ummatdan Allohga va uning payg'ambarlariga iymon keltirgan, Alloh nozil qilgan shariat bo'yicha amal qilgan mu'minlar va Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lib avatilishdan burunqi yahudilar, xristianlar va tug'ilishdagi holati bilan qolgan va biradiniga e'tiqod qilmaydigan sobiilardan iborat ilgirki ummatlar agar Allohga va oxirat kuniga samimiy iymon etgan bo'lsa, Allohni rozi qiladigan ravishda yaxshi amallarni qilsa, ular Allohning dargohida amallarining mukofotini to'liq ko'radi. Ularga oxiratda hech qanday qo'rqinch yo'qdir. Ular bu dunyoda qilinmagan ishlari uchun hargiz qayg'urmaydi. Ammo payg'ambarlarning tuganchisi, butun insonlarning payg'ambari Muhammad alayhisalom avatilgandan keyin islom dinidan boshqa hech bir din qabul qilinmaydi. Ey Isroil avlodi, shuni aslanglarki, o'z vaqtida biz sizlardan Allohga iymon keltirish, ibodatni Allohning o'zgili qilish to'g'riliq mahkam ahdi olgan edik va ustinglarga turtig'ini tiklab turib biz sizlarga ato qilgan kitobni ching tutinglar. Uni obdan qo'g'dab amal qilinglar. Agar shundoq qilmasanglar, ustinglarga tog'ni bostiramiz. Menga taqvolik qilish va azobimdan saqlanish uchun gap so'zinglarda va ish harakatinglarda Tavratga amal qilinglar degan edik. Sizlardan mahkam ahdi ilingan va ustinglarga turtig'ini tiklab qo'ygandan keyin sizlar burunqi yomon odatinglar bo'yicha yana bir qitim Rabbinglarga osiylik qildinglar. Uning amriga xiloflik qildinglar. Sizlarga Allohning tavbanglarni qabul qilib, gunohinglarni mag'firat qilishdan iborat katta fazl marhamati va shafqati bo'lmasa edi, sizlar dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'latdinglar. Ey yahudilar, ajdodinglarning beshiga kelgan azob uqubatlarni bilasizlar. Ular dengiz bo'yidagi shahar aholisi edi. Ular Allohning shanba kunini ulug'lash, ya'ni shanba kunlikda biliq tutmaslik haqidagi amriga osiylik qilib, shanba kunlikda dengizga to'r silib qo'yish va dengiz bo'yiga ko'lchaklarni qo'lab qo'yish orqali haromga hiyla ishiltib, biliqlarni oshu ko'lchaklarga to'plagandan keyin yakshanba kunlikda tutatdi. Ular shunda qilgandan keyin Alloh ularga xor maymun bo'lib ketinglar degan edi. Biz bu shaharni bu shahar aholisining beshiga kelgan azobning xabari yetgan boshqa shaharlarning aholilariga, ulardan keyin mushundoq gunohlarni qiladiganlarga ibrat bo'lsin. Solih kishilarga o'zlarining haq yo'lda ekanligini bilib, shu yo'lda mustahkam turishi uchun vaz nasiyat bo'lsin deb shundoq qildik. Ey Isroil avlodi, ajdodinglarning qilmishlari, jinoyatlari haqiqatan ko'pdir. Ularning Musa alayhisalomga osiylik qilish, yo'lsizlik qilib uning bilan talash-tortish qilish qatorliq qilmishlari oz emas. O'z vaqtida ular Musa alayhisalomning Alloh sizlarni bir kala bo'g'izlashga buyurdi degan amriga bo'ysunmay haqovrlik qilib, ey Musa, sen bizni masxir qilib otamsan deganda, Musa alayhisalom ularga radiya berib, men kishilarni masxir qiluvchilardan bo'lib qilishdan Allohga sig'inib panoh tilayman degan edi. Ular Musa alayhisalomga, ey Musa, Rabbingga iltijo qilgin, bizga u qalining qandoq qali ekanligini deb bersin dedi. Musa alayhisalom ularga javob berib, Alloh sizlarga u qali qeyrimi emas, yoshmi emas, o'ttiri yosh bo'lsin deb aytdi. Sizlar Rabbinglarning bu amrini darhol o'rindanglar dedi. Ular yana Musa alayhisalom bilan tortishib, ey Musa, Rabbingga iltijo qilgin, bizga u qalining qandoq rangda ekanligini aytib bersin dedi. Musa alayhisalom ularga, Rabbinglar u qalining rangi qarg'uvchilarni zo'qlandiradigan sap-seriq bo'lsin dedi deb javob berdi. Isroil avlodi Musaga mundoq dedi: Rabbingga iltijo qilgin, bizga u qalining boshqa sifatlarini aytib bersin. Chunki bundoq qalilar ko'pdir. Shunga biz qandoq qali bo'g'izlaydiganligimizni bilinmay qoldik. Qalining sifati aniq bo'lgandan keyin Alloh xolisa biz buyurilgan qalini bo'g'izlashning yo'lini cho'qim topamiz. Musa ularga aytdi: Alloh u qalining yer haydashga, ziroat sug'urishga ko'ndirilmagan bijirim, rangida terisining rangidan boshqa alomati yo'q qali bo'lsin deydi. Ular "Amdi texi u qalini to'liq bayon qilding" dedi. Ular uzun bir urinishdan keyin qalini bo'g'izlashga majbur bo'ldi. Ular o'zlarining gadankashligi tufaylidan
bu əmrini orundayolmay qağılı tas qaldı. Ular ko'p savol so'rab ishni qiyinlashtirib edi. Allohmi ularga qiyinlashtirdi. Ey İsrail avlodi, shuni unutmanglarki, o'z vaqtida sizlar bir odamni o'ltirdinglar. Sizlar uning qotilini izlab, qotillik jinoyatini bir-biringlarga otib qutulmoqchi bo'lib, talash-tortish qilishgan edinglar. Allah sizlarning qotilni yushirgan qilmishinglarni o'ttirga chiqaruvchidir. Ularga Musaning tili orqali dedikki, bo'g'izlangan mushu kalining bir parchasi bilan o'likni uringlar. Allah uni tirildirdi. U o'zining qotilini aytib berdi. Ular kalining bir parchasi bilan o'likni urivdi, Allah uni tirildirdi. U o'zining qotilini aytib berdi. Allah qiyomat kuni o'liklarni ana shundoq tirildirdi. Ey Isroil avlodi, sizlarni aqlni ishiltib tafakkur qilib, osiylik qilishdan yonsin deb Allah sizlarga o'zining kamoli qudratiga dalolat qiladigan mo'jizalarni ko'rsatdi. Ammo sizlarga buning foydasi bo'lmadi. Chunki sizlar o'sha odatdan tashqari mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar texmo qariyib ketdi. Yuraginglar qetib ketdi. Dilinglarga hech bir yaxshilik kiramadi. Men sizlarga ko'rsatgan mo'jizalar uni yumshtamadi. Dilinglar qattiq toshdek, hatto toshdimi baq qetib ketdi. Chunki toshlarning orasidan ishchidan kengayib ichiladigan, orasidan suv etilib chiqadigan eriqlar hosil bo'ladiganlari va yerilib orasidan buloqlar chiqadiganlari bor. Toshlardan yana Allohdan qo'rqib tog' cho'qqilaridan tushib ketadiganlarmi bor. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir.